Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 28-dekabr, hammaga aturan yangi yillar bilan tabriklayman. Salonimizdagi mashinalarimizning narx-navolari bilan tanishtirib o'taman qisqacha. Mashinlarimiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Qiziq bo'lsa, Damas'imizdan boshlaymiz. 2019-yil ishlab chiqarilgan mashinamiz 171 ming yurgan. Metan gazlari, chexollari, bosh palonlari hamma narsasi tayyor mashinamiz. Klassikasi toza mashinamizning 55 million so'm ustida kelib beriladi yana. Maşinamızın krediti apartmaniyasida bo'ldi. 3 milyon 170 dan 3 yillik aylık to'lov chiqadi mashina. Oldindan to'lovsiz, oylik to'lovini to'lasangiz bo'ldi mashina. Boshlang'ich to'lovni apartmaniyasi uzaringizdan. Nexus 2'miz 2014-yilda ishlab chiqarilgan 38 milyon so'm turibdi. Ustida kelib beriladigan echiplar. Klassikasi bir qator asosiy bo'lgan Nexus'imiz. Metan gazlari hamma narsasi tayyor. Udar bo'lmagan. Oldindan to'lovsiz 2 milyon 700 bilan 3 yilga chiqadi mashinamiz. Yangi qapsi savdoda. Navbatdagi Nexus 2'miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Donus motor lyuks konditsioner mashinamiz. Ideal holatda 4 ta yumshoq balon ko'rishingiz mumkin. Narxi 48 milyon so'm ustida kelib beriladi yana. Mashinamiz 226 ming yurgan, metan gazlar hamma narsasi tayyor mashinamiz. İdeal holatda. Navbatdagi mashinamiz. Bu Damas'imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Klassikasi Radnoy 100%. Bosh balonlar qo'yilgan. İdeal holatda. Metan gazlari hamma narsasi tayyor mashinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yurgandan ko'rsatib o'taman. 92 ming yurgan mashinamiz. Narxına geladigan bo'lsak 69 milyon so'm ustida kelib beriladi mashina yangi qapsi savdoda. Zugilimiz 20 milyon so'm turibdi. Ideal holatda, hech qanday ishi yo'q. Motorlari toza remontdan chiqib, qodovoylar zo'r mashinamiz. Salonlar ham 07 sidnalarda chotki turibdi mashinamiz. Narxi 20 milyon so'm. 89-yil mashinamiz 20 milyon so'm kelib beriladi. Sparklarımıza geladigan bo'lsak 2011-yil 1-pozitsiya birlik motor mashinamiz. Klassikasi 30% bor. Salonlar ham çok kilitli. Rullar chig'ollangan. Mashinamiz yurganini ko'rishingiz mumkin. 231 ming yurgan mashinamiz. İdeal holatda. Narxi 53 milyon ustida kelib beriladi mashina. Bu Spark'ımız 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Metan gazlari hamma narsasi tayyor mashinamiz. 196 ming yurgan. Klassikasi Radnoy. Narxi 60 milyon so'm. Ustida kelib qaytib tushib beriladi yana. 10 milyon so'm bilan kredit ham chiqadi. 2 milyon 800 dan 3 yil bo'ladi. Bu Spark'ımız 9 milyon bilan chiqadi. 2,5 milyon so'm oylik to'lovchi. Bu Spark'ımız 2010-yil metan gazlari, bosh balonlari, diskalarda turibdi mashinamiz. Tayyor holatda. Metani bor. Klassikasi ham 20-30% dan klassikasi bor mashinamiz. Narxi 54 milyon so'm ustida kelib beriladi. 12 milyon bilan kreditda chiqadi. 2 milyon 700 3 yillik oylik to'lov bo'ladi. Matizimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Hech qanday udar bo'lmagan. Bir sariq mashinamizmi? Narxi 20 milyon so'm ustida yana kelsa bo'ladi. Soroshli sotish kerak mashinani. Shunga arzon narxda kelishtirib beriladi. Udar bo'lmagan. Captiva'mız 12-yilda ishlab chiqarilgan. Zo'r sostanada klassikalar 100% Radnoy mashinamiz. 62 ming yurgan. Motorlar 3'lik motor, 3-pozitsiya bo'ladi mashinamiz. Polni hamma joyi ishlab turibdi, klassikalar Radnoy. Narxi 140 milyon so'm ustida yana kelib beriladi. Kredit ham chiqadi mashinalarimiz. 12-simiz geldi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 25 ming yurgan, 25 ming yurgan. Metan gazlari bor, klassikasi Radnoy 100%. Narxi 133 milyon so'm. Bosh balonlar qo'yilgan. Ustida yana kelib beriladi. 3-pozitsiya mashinamiz.
Salonlar ham ideal holatda. Keyin hurmatli obunachilar, Matizlarimiz bor. Matizimiz 2008-yil ishlab chiqarilgan best bo'ladi. Mashinamiz kraskasi zanglar ishlangan. Zo'r sostaniyada chexollangan. Neonin poliklari va top-toza chexol, mez rullar qo'yilgan. 90 ming yurgan mashinamiz, metan gazlari ham o'z tayyor holatda. Narxini oladigan bo'lsak, 31 million so'm ustida kelishib beriladi. Zang churik yo'q mashinada best. Bitikomiz 15 million so'm 98-yil ishlab chiqarilgan ideal holatda benzinda mashinamiz. Kraskasi bir qator sujlatilgan. Hurmatli obunachilar, like, podpiskalarni bosib qo'yishdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.